Bugun men sizlarga moliyaviy ko'mak yuz o'zimizni mahsulotimizni tanishtirib o'taman. Bu mahsulotimiz o'zini o'zi band qilgan shaxslar va yuridik maqomga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlariga 18 yoshdan katta bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslarga ajratiladigan kredit turi. Kredit maqsadi maqsadsiz. O'zingiz band qilib, bizdan plastik karta ochsangiz, biz plastik kartaga yo'naltirib beramiz. Garovga olamiz. Garovga kelish qiymati summasi 70% gacha bo'ladi. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun 100 million so'mgacha. Agar yuridik firmangiz, tashkilotingiz bizda bo'lsa 300 million so'mgacha. Garovga olinadi uy-joyda propiskada doimiy ro'yxatda hech kim bo'lmasligi kerak. Unda biz spravka talab qilamiz. Pasportni stoldan borib, spravka olib kelib berasizlar. Yoshi 5 yoshga to'lmagan avtotransport vositalari. Uni baholash tizimini o'zimiz qilamiz. Kredit muddati 36 oygacha, imtiyozli davri 6 oygacha bo'ladi. Agar yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib bizda rasmiy счет ochgan